Oilaviy mashina qidiryapsizmi? Bor bitta shunaqasidan. Tanishing, bu Jack GS8. Jack GS8 bu keng salonli zamonaviy dizaynga ega, qulaylik va xavfsizlikka urg'u berilgan 7 o'rinli crossover. Avtomobil asosan oila, uzoq safarlar va shahar ichidagi qulay harakat uchun mo'ljallangan. Bu konfiguratsiya katta oila yoki 5-7 kishi bilan yuradiganlar uchun juda qulay. Agar 3 qator buklansa, yukxona ancha kattalashadi. 1,5 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 180 ot kuchiga ega. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 7,5 litrdan 10 litrgacha. Bu mashinani boshqarish juda qulay. Mashinada avtomatik uzatmalar qutisi, orqa kuzatuv kamerasi, ABS va YBD sistemalari, 12.3 dyumli Android monitor, elektron tablolar, multimedia tizimi, yon oynalarni elektron boshqarish tugmalari va bundan tashqari mashinada siz xohlagan barcha qulaylik mavjud. Jack GS8 oila qulaylik va ishonchni birlashgan avtomobil. Batafsil ma'lumot uchun kommentariylarda plus belgisini yozib qoldiring.